Assalomu alaykum, qadrli bizning go'zal va obunachilar. Bugun biz Dushanbe shahriga kelganmiz. Tojikistondamiz. Xudo xolasa bu loyihalarimizni, suv osti egachlarini, travertin toshlarini olganmiz. Hozir bir qator ustalarimizga tushuntirish ishlari bor. Qoliplarni kestirib kelganmiz, tushuntirib o'tamiz. Azimjon bilan birgalikda kelganmiz. Azimjonga assalomu alaykum hurmatli kuzatib boruvchilar. Bu yerda hozir suv osti egasini boshlaganmiz. Mohriddin do'stim. Mohriddinjon birimizga qarab olasiz endi. Do'stim bo'ladi mana shu yigit bizni. Aha. Bu yerda hozir qilinib turgan ishlar hammasi bo'lsa etap bilan boshlanadi. O'sha birinchi etapimiz shu tepa kamizdan boshlanadi. Bu yerda razmerlar aniq sizga berilgan. Siz shu yerdan bu yoqqa pastga qarab tushib kelaverasiz. Bu yerda biz ona ahamiyat beradigan narsalarimiz ko'p ko'rsatilgan bu narsalarga ahamiyat beramiz. Mana tepa kamizlarga polni hozir razmerlar qo'yilgan. Mana peshonasiga endi hozir bu yerda gul berilmagan. Siz mana shu gullarni yutib tashlaysiz. Tepa kamizlar o'sha 50 santimetrlik kamiz bo'ladi, devordan chiqib kesib qo'yganmiz qoliplarni. Hozir ortiq bo'shataman hozir qolip sizga. Yo'q. Mana shu qolipni tepaga eng tepa kamizga chiqadi, kattasi bo'lib, mana shu kamiz. Devordan chiqish 45 sm, balandligi 55 sm bo'ladi. Ko'targan qiynalmaysiz buni, xudo xolasa kichaytirib beraylik hozir. Metrda kesib olamiz-da. Kesib oladi, o'ziga moslab olasiz buni ham. Moslab olamiz. Ertaga ozgina kesib tashlaysiz pastkasini, yana ham chiroyli chiqadi. Chiroyli ham chiqadi. Endi hozir bu yerda razmerlardan qochilmagan. Asosiy mana razmer bo'lgan holatda. Xudo xolasa mana proyektda qanaqa bo'ladigan bo'lsa, xuddi shu narsa mana shu yerda ko'rsatib beramiz. Uchastkamizda bir qator obzor qilib beramiz hozir sizlarga. Uchastkamiz ekitajli bo'lib, asosiy binomiz mana shu bo'ladi. Hozir yon tomonlarga, bu tomonlarga ham yangi binolar qurilyapti. Xudo xolasa buziladi bu yerdan. Ha? Asosiy binomizning ko'rinishi. Bu tegan mutaxassis xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi odamni. Bu o'ta ideal holatda qo'yilgan. Boshlarni ham cho'tga qilib qo'yibdi. Shu Tojikistonlik ustalar 91lar baribir nomeradina. Suv osti egalarni qilamiz. Mana bu eski binolarimiz hammasi buzilib ketadi. Bu yerga darvozaxonalar, yangi devorlar, zaborlar tushadi. Hozir mana bu tomondan zabor aka boshqatdan tortiladimi endi hozir? Mana shu holda qoladimi endi? Devorlar urilib, yerayg'onlar bo'ladi. Darvozaxonalar. Darvozalar ketadi ekanda. Xudo xolasa. Bu tarafi mana bu Birinchi etash podvali, devorlari suv bo'lgan. Aha, bu tomondan ha. shunday kelgandan keyin mana ikki bitta mehmonxonani spalnisi tushsa, Mehmonxona spalnisi, gastovoy spalni bo'lsa, keyin nima bo'ladi? Haydi, sanuzel bo'ladi. Undan keyin bu yerga katta mehmonxona tushadi. Hozir aka binomizni bu tomonda navesi bo'ladimi hozir? Oldida navis bo'ladi. Bu tomonda navesi bo'ladi. Mana shu yaxlit zona bo'ladi. Mana uzun basseyn bo'ladi. Mana bu yerda. Bitta uzun basseyn bo'ladi. Endi bu tomonga qarab tushadimi yo bu tomonga qarab tushadimi? Shunday ketaveradi hammasi. Bo'lmasa bu yerda ham hozir bu letniy bo'ladimi hozir? Tepasi yopiq bo'ladimi, ochiq bo'ladimi? Yopiq bo'ladi. Tepasi yopiq bo'ladimi? Zimniy basseyn bo'ladi. Endi bu tomonlardan polni zaborlardan ko'rsatib bersam bitta. Bu tomonda mana zaborlarimiz ketgan, xudo xolasa. Suvolarimiz tayyor holatda, tegalarni boshlashadi. Nechigina tushyapti basseyn oldiga? Ikkinchi etajga tomlarni bor. Tom boshlayaptilar, tomlarni yopib, ba'zida suvolarni qilib. Tegalarni boshlaymiz. Mana. Xudo xolasa suvolarimiz bilan O'sha masofa Qumlari iri beshilari bor, bular yaqin bo'lsa, 14 bo'lar ekan uzuni. Basseynga 14 metr. Hamma joyiga tegalar o'tib ketadi. Fazolarimiz ish ketyapti. Katlalarni ko'llarni kelganda bu yerda olmagan ekanda. Yo'q, uni o'zimiz olgizirmadik. Aytinglarmi, chiqib bo'lib ketmasinlarmi? Hozir shunaqangi suv tegalar kerak bo'lsa, joy. aloqaga chiqib olasizlar. Mana bu tanlab oldi, o'rniga adaptirib berishgan. Tojikiston, Nari tomonda. O'zbekistonda o'zimizda. Keyin mana uylarni buzamizda. Siz like bosib qo'llab-quvvatlasizlar. Sizlarga rahmat. Mashhad boshlab olamiz. Biz Hozir bu yerda letniy ko'hna mangal